aka, men ayolim, mana o'zingiz ko'ring ahvolni aka. Assalomu alaykum, azizlar, yaxshimisizlar? Kunlaringiz xayrli, barakatli o'tsin. Imran Uz kanali sahiylari, obunachilari, Ali Bobo kanalimizning sahiylari, obunachilari, musofirdagi bizni qadrdonlarimiz, qayerdan bizni ko'rib, qo'llab-quvvatlab turgan bo'lsa, hammalaringizni Alloh o'zi aziz qilsin, ikki dunyo saodatga erishtirsin. Azizlarim, juda ham bir shoshilinch, bir yordamga muhtoj oila bor. Beshariq tumanida bir singlimiz bor. Ikkala buyragi qurigan. Hozir haftada 2 marta dializga tushib qolgan. To'g'risi bu endi og'irroq holati, og'irgi bosqichi. 5 nafar farzandi bor. 4 ta qizi, bitta o'g'li bor. Shu turmush o'rtog'i Davlatjon bizdan yordam so'rab, aka iltimos yordam qiling deb video yuborgan ekan. Hozir men videolarni joylab o'tib ketaman. Azizlarim, bularda hattoki uylari yo'q. Davlatjon bilan gaplashganda, akajon, meni qon guruhim to'g'ri kelmayapti, lekin plazma orqali men ayolimga o'zim buyragim beraman deyapti. Bu to'g'risi juda katta narsa. Endi achchiq bo'lsa ham bir narsani men gapiramanki, ayrim insonlarda uyda kelin agar bir bemor bo'lib qolsa, bor otangning uyiga bor, onangning uyiga bor, davolanib kel deydi. Agar nevarasi kasal bo'lib qolsa ham xuddi shunaqa, boring ota-onangiz uyiga boring, davolatib keyin keling deydi. Kelinda mehnat halol, lekin haligi sog'lig'iga kelganda sog'lig'iga e'tibor berilmaydi. Bu bilan nima demoqchiman? Men Davlatjonni o'zi shu ayoliga buyragini beryapti. Bu oson narsa emas azizlarim. Bunga bir iroda, bir mehr, matonat kerak. Hamma erkak ham ayoliga to'g'risi buyragini bermasa kerak. Lekin yaxshi insonlar juda ko'p oramizda. Mana Davlatjonga o'xshagan ayollariga bir mehribonchilik qiladigan. Endi undan tashqari azizlarim 4 nafar qizi bor, bitta o'g'li bor. Davlatjonda o'zi ham bitta o'g'il ekan oilada azizlarim. Boshqa aka-ukalari, opa-singillari yo'q azizlarim. Uylari yo'q, ijarada yashaydi. Menga aytayaptiki, rahmatliga, agar uy joyim bo'lganda, uy joyim sotib yurib bo'lsa ham ayolimni davlatardim deb shu gapni gapirib, anchagina mana to'g'risi endi yig'lamsirab gapiryapti. Bee'tibor qoldirmanglar. Telefon raqamlari, karta raqamlari shu ukalarimizni o'ziga tegishli. Beshariq tumanidan, Marjonani qishlog'idan mana kuygan qizimiz, Marjona qizimizni ham qishlog'i azizlarim. Kecha men o'zim Xotamtoy bilan birga Qo'qonga borganimda, Qo'qonda dializ olgani kelishgan ekan. Endi to'g'risini aytsam, bemorda oilasida tinchlik, xotirjamlik bo'lmaydi. Kecha mana shu Davlatjon, katta qizlari, shu singlimiz 3 soatda dializ olgani Qo'qonga kelgan Beshariqdan. Endi orasi 1 soatlik yo'l to'g'risi, Beshariq bilan Qo'qonda. Siz bizni qo'limizdan keladi azizlarim. 5 ming, 10 ming, 50 ming, 100 ming qancha imkoningiz bo'lsa mana. Musofirdagilarimiz ko'p turgan bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin. Allohning roziligi uchun musofirdagilarimiz doim qo'llab-quvvatlab keladi azizlarim. Shu videolarda yaqinlarga tarqatsak ham buni o'zi savob. Sababi bitta oilaga yordam bermoqchi bo'lsak, agar mablag'imiz bo'lmasa, bu videolarni iloji boricha kerakli insonlarga yuborib qo'yishimiz kerak. Barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Shu oilani bee'tibor qoldirmaysizlar degan umiddaman. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Assalomu alaykum, rahmatullohi, yaxshimisiz? Aka, men ayolim necha yillardan beri buyrak yetishmovchiligi bilan qiynalyapti aka. O'shanga Hindistonga olib borishim kerak. Men o'zim donor bo'lmoqchiman aka. Shunga qo'lingizdan kelgancha yordam bering aka. Mana o'zingiz ko'ring ahvolni aka.